O'zbek shou-biznes olamining taniqli vakilasi xonanda Munisa Rizayeva uchun bahoriy kayfiyat kirib keldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Yurtdoshlarimizning sevimli xonandasi Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlardagi navbatdagi videosi orqali yuraklarni ilk bahorni olib kirdi. U bir necha oy xorijda bo'lgan turmush o'rtog'i Arseniy Morozni katta ehtiros va yurakdan kelgan samimiylik bilan kutib oldi. Video boshida Munisa Rizayeva farzandi bilan birgalikda Toshkent aeroportida turmush o'rtog'ini kutmoqda. Kadrlarda Munisaning muhabbatga to'la intirozi, ko'zlarini tilak va og'ushidagi bolaligining otasiga bo'lgan sog'inchi ifoda etiladi degan video lavhalar tarqaldi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.